Dilnozaxon, Voyjim. ishlaringizni qilib bo'ldingmi, joylashtirib oldingizmi bolam? Bir kun yo'g'ingizga hamma yog'imiz yoyilib ketdi Dilnozaxon. Dilnozaxon, nima ovqat qilasiz bugun? Hamma ish o'zimga qolib ketdi. Bilmadim oyijon, kechib o'rsin. O'zi boshim og'riyapti. Nima? Boshim og'riyapti? Boshingiz og'riyotgan bo'lsa uyingizga kirib dam olib chiqa qoling bo'lmasam. Ovqat zakaz qilsammikin, bolam qornim ochib ketdi. Ona nima ovqat zakaz qilasiz? Mana Dilnoza bora. Xotinchangizga gapirib bo'larmidi hozir? Ular uylariga borib o'zgarib kelganlar. Onasi gapirib ketganmi bilmadim. Shunda yuzimga sapchyapti. Bir og'iz ovqat qiling desam, qatorlashtirib o'zim yopib tashladi gapirib. Qaynonalari yomon deyishadi. Uyiga borib kelsa shu ahvol. Shuning uchun yuborgim kelmaydi-da uyga. Ha, bo'pti. Ovqatimni o'zim qilib qolaman. Onangni emgir. Shu problema jonim keldi bora. Dilnoz bu yoqqa qara. Ha, nima gap? Onamga nima sakrab olsan? Nima? Ovqat qilib qo'yish qiyinmi shunchalik? Onamga ikkinchi marta gap qaytarmagan. Tushundingmi? Ha, onangiz behurmat qilganim yo'qmadimi? Meni tug'ib, katta qilib qo'yganlar. Onam behurmatlik qilishga hech kim haqqi yo'q, tushundingmi? Kecha o'zingizlar nima qildingiz? Oyijon, hamma ishlarimni qilib oldim. Ertaga oyim tug'ilgan kunlariga sovg'a qilishga biror nima berasizmi oyijon? Nima beraman? Mana sizga o'xshab uyda o'tirsam, berishga hech narsa qolmaganman-da ham. O'zi bir hafta oldin borib keldingiz. Ruxsat berayotganimga xursand bo'lib borib kelding. Uyga vaqtliroq olib borgan, uyda qolib ketmagan yana. Adasi, sovg'a ham hech nima ola olmadim. Hech bo'lmasa bir og'iz oyimni tabriklab qo'ying. Ko'rdiga nomingiz bor. Xursand bo'lardilar oyim. Normalniy erkak qaynonasiga kirib o'tirmaydi. Bir xilliga o'xshab oyijon, adajon deb mamlaqa yurmayman men. Menga qarab kirganda tez o'tirganda telefon qilsang olib ketaman ekan. Hop, tush mashinada men ishim bor. Mani ota-onam sizlarning xizmatingizga berib qo'yishibdi. Ertalab tursam, hammaga choy tayyorlasam, uyda hamma ishlarni qilsam, nima men xizmatkormanmi? Qarsi ikki qo'ldan chiqadi. Kelinning onasi ham odam.